Mən Qashqar ətrafıga yaqinlashqanda vaziyatning diqqat qilmasam bo'lmaydigan darajada ekanligini duydum. Dahshatlik oq terrorlik hamma yerni qoplab ketgan edi. Buning uchun bir oz uchurga ehtiyojim bor edi. Shunga bir oqshimga to'g'rilab Qashqarning g'arbiy janubidagi Qizildova mahallasiga keldim. Bu yerda To'xtajining maktabi degan maktab bor edi. Bu maktab va bu yurtning sehiy xalqi nurg'un qaytim bizga sohibxon bo'lgan edi. O chaqlarda biz har qaytimliq tantarbiya musobaqasi faoliyati uchun Qashqarga kelsak, 700 atrofida o'quvchi o'qituvchi kelardi. Buncha ko'p odamni bir yerga sig'dirish osonmi? Ashu saxovatlik boy To'xtaji, Mamtili apandining yaqin do'sti bizga illiq quchqini ochadi. Mana endi u yo'q. U aprelda Mahmud muhiti bilan birga chet elga qochib ketgan. Maktabni cho'lda arab qolganligi shu oyning 12-kunida kelganimizda bilingan edi. Uzoqdan ko'rinib turadigan qariya qariyag'ach xuddi Qizildovaning simvoli bo'lib qolgan. Bu yurtning nurg'un baxtiyor kechmishlariga va fojialarga, yig'iliqlarga va hayajonli murosimlarga guvoh bo'lib, eng az 500 yildan beri qad ko'tarib kelyotdi. Shunga har qaytim Qizildovaga kelsak, mayli qaysi tarafdan kelayli, har zaman uzoqdan ko'rinib, bu yurtga vakolatan eng avval salomlaydi. Shu bugun kechki gugumda bir gavdiga aylanib, qariyib ketayotgan daraxtlar, egiz paxshi tamlarning ustidan uni izlashtirdim. Bu nima g'alitilik? Uning baraqsan shoxlari hamma ko'rinayotganlarning ustida. Osmon sathida ko'rinishi kerak bo'lsa-mu, uni topolmay hayron bo'ldim. Shuncha tezla bu daraxtni kimmi kesib etar? Kimmi qo'mirib etar? Mumkinmi? Yoki ezib boshqa yurtga kelib qolgandimanmi? Ammo bu men ko'p kelgan yer edi. Ezib ketmaydim. Qari qariyag'ach bo'lmasa-mu yo'limni topa olaydim. Shundoq bo'lsa-mu hayronligim xuddi ishimning zaruriyatini besib ketyotdi. Shunga men oldi bilan qariyag'achning o'rnini tepib, uning qismatidan xabar elishim zarurdek oyoqlarim u yoqqa tortdi. Andin u yerdan nag berishimni, kimni izlashimni belgilasammi bo'ladi. Qari qariyag'ach bo'lish kerak bo'lgan mahalla do'qmishiga keldim. Burunlarda bu 4 ko'cha og'zida mahalla kishilari oqshom suhbatlariga to'planib yarim kechagacha odam uzilmaydi. Qariyag'ach xuddi bu yurtning otasi edi. Hamma faoliyatlar, so'qiy suhbatlar, uchrashishlar, balalarning o'yinlari, yoshlarning bekor vaqtlaridagi chelishish, mushlishish, hamma ish qaynaydigan do'qmishda qad ko'tarib, yozning qog'jiroq issiqlarida yurt ahliga salqin, rohat baxsh havo, soy beradi. Shu bugun kelib ko'rdimki, qariyag'ach o'rnida qo'rqinchli bir bahayvat cho'chuli ko'tak turadi. Uning eng cho'ng shoxlarila dirdiyib, xuddi Allohga iltijo qilayotgan ochlarning panjisidek ko'rinadi. Undan boshqa barliq shox yopirmoqlari ko'yib ketgan edi. Tova. Buningga nima balo tekkandi? Chaqmoq tushib ketganmidi? Shundoq bir ish bo'lmasa, butun yurt yaxshi ko'radigan bu daraxtni kimmi ko'ydirib etar? Menmu xuddi bu yurt xalqiga o'xshash bu qariyag'achning burunqi so'zlik haybatiga, biram o'yagicha yeyilib, soy tashlab turadigan saltanatlik holatiga ko'nib qolganmidimikin? Shu an xuddi yaqin bir kishimdan judo bo'lishning ochiq alimi yurakimni tilbatdi. Bilmayman. Endi kimni izlasam bo'ladikin? Muallimlardan kimlar borkin? Yodimga Muhammad Osman keldi. Muhammad Osman Qizildovadagi To'xtajining maktabida o'qituvchi bo'lgan. Tafsilotlar uchun tarixiy roman Bayavandagi Gulxonga qaralsin. Keyin Qashqar kutubxonada ishlab, shu yerdan pensiyaga chiqqan avtordan. Bu yigit otishga chiqib, Mamtili apandining uyida bir necha oy turgan va biz keyinmi doim Qizildovaga kelsakli ko'rishib turadigan bo'lg'ashqa, shuning bilan tanishliqim har holda yaqin hisoblanadi. Hozirgi davr shundoq ediki, jon halakchiligida tuqqanlaringizmi tuqqanlikdan tanishga majbur bo'ladi. Qashqarda tarafdorlarimiz ko'p, ammo shaharga kirishdan burun bir uchurga erishiman desam, Qizildovadan boshqa qayya bor? Qizildovada Muhammad Osmandan mukonroq tanishdim kim bor? Gerçi jahonning taliqi, qattiqligidan Muhammad Osmanning meni qandoq qarshi oladiganligini taxmin qilolmasam-mu, har holda uning ishigini chekishim,
Hech bo'lmaganda bosuğuda turib so'raydiganlarimni so'rab elishim zarur edi. Balki Qariyag'achning qismati haqida-mu u menga bir hikoya so'zlab berar. Uning uyiga kelib eshikni chekdim. Eshikni u o'zi ochdi. Uning o'ttirdan egizrak bo'yi va qovul basti oldimda zohir bo'lganida men uning tipik Uyg'ur erkaklariga xos ko'zlariga tikildim. U ilgirkidan xilli judigan, bo'yni uzrab ketgandek tursimu, yanala ustixonlarining mazmutliqi uning umumiy so'latini bek o'zgartirmagan edi. U meni ko'zitayotgandek tikildi. Meni ko'rib dastlab bir tilamchi bo'lsa kerak deb o'ylab qoldi har holda. Uydagilarga bir apachidan chiqib berishinday deb og'isiga o'rilib bo'lib, takrar menga qaradi. Bu chaqda sharq taraf osmoniga gugum pardasi yeyilib kelayotgan bo'lsa-mu, g'arb tarafda ufuq nurlari yanada qizirib turadi. "Voy!" dedi u va darhol og'zini tutib ovozini o'chirdi. Da qo'limdan tutgancha darvoza ichiga tatib kirdi. Ondan yana shundoq tevishsiz harakat bilan qo'limdan eshakning chulvurini elib, eshakni ho'ylig'iga soladi. Darvozani taqidi. Ondan gapmi qilmay qo'limni shu peticha tutib uyga kirdi. Men bu so'g'idan atlabla joyimda o'tirdim. Chunki uy qop-qorong'i edi. Midirlasamla bir narsalarga putlashib o'rib yetadigandak ehtiyot tuyg'usi bilan Muhammad Osmonning so'zini kutib turardim. Muhammad Osmon qorong'uda bir nimalar qilib yurib, oqidan saranga yoqdi va to'rikning o'z bo'yiga teng keladigan yerdagi chiroq payda turgan jinchiroqning pilikiga tutashtirdi. "Ayibga buyurmusizlar, apandim. Faqatla tanimabdiman. Kaslar, o'tirsizlar. Gap gulgurmiz. Avval kichikkina o'xtab olsizlar." U shundoq degach, avval heliqi ajoyib javomni ustimdan chiqartib bir yerga qo'ydi. Ondan bu uydagi tevishlarga qiziqib kirib kelgan bir yigitga inisi bo'lsa kerak pichirlab, eshakni joylashtirib qo'yib suv akilishni buyurdi. Inisi hayal o'tmayla suv ko'tarib keldi. Ondan qo'limga suvni o'zi quyib berdi. U avvalgi mehmon do'stligi bilan bayo'qini dasturxonga tizib, meni dasturxonga da'vat qilib, ondan rasmiy gapga tutindi. "O'zlari na'din kelib, na'ga ketyaptilar, apandim. Nima bu turuq? Zindondan qochmaganlar? Avlarning qatorida sizlar bormitilar? Yo'q, yo'q deb anglagan to'q. Na'larda bo'ldilar? Gap qislar." U xuddi hamma uchurni bir yo'lda sug'urib elvag'us kelayotgandek aldiraydi. Men odatim bo'yicha qisqilib bayon qildim. Abduniyozlarga qo'shilib ketgan edim. Qarashadin yandim. Keyin Tungallarning asirligiga tushib qolib, Xotanning niyigicha bordim. Ondan shu yerda bir fursat nasib bo'lib, Allohning yordami bilan qochib kelyapman. Shuma? Shulmi? Ha, shu. Men bu yerlarda ahvollar qandoq? O'qishibroq yo'limni davom qilaydim. Bir oz uchur ehtiyoji bilan silini izladim. Aqlli odamda sili. Buni ajoyib yaxshi qipla. Alloh dillariga sog'an gap. Bu yerda nima gap bo'ldi? Ashu silining barliq ulfatlari bor-ku. Livohiddin, Abdug'ubur, Ahmad Mahsum, Abdurahmon Shoir. Bizning bu yerdanmi shuningga o'xshash yuzlagan yigit o'xshash vaqtda tutilib ketgan. U chaqdag'u Shavqiy Hazrat 9 oq chiqib elib amon qoptikan. Ammo muaqatim 4-chilar uni bosh qo'ymadi. İzdab tepib unimi oldi. Hammasini qatl qilib etdi. Ma bizning Abdukerim axun bor-ku. Mao To'xtajimning inisi Abdukerim axuncha. Ha, shu yetimni Qariyag'achga bog'lab, tiriklik o'ydirib etdi. 1985-yili yurt gezib tarixiy izlarni izlab yurganimda bu voqeani Qizildovdagi To'xtajining maktabida o'qigan sobiq o'quvchi shu kunlarda bo'lsa qerib qolgan bir bovay so'zlab bergan edi. Abdurdin. Bag'ri qattiq gapirlar. Sili yurtga chirvatqicha Qariyag'achga diqqat qilmay qolmagan bo'lsa kerak. Ha, demidimmi? Sizlar degan bizning Sabit apandimiz emasmi? Qariyag'achning hikoyasi ana shu. Abdukerim axun bilan birga ko'yib ketdi. Bu dahshatdan yuragim qartliq qildi. Beshimga tog' kelib tushdi. Endi bu uyda ortiq tura olmaydim. Ularga peshkal yetkazishimga bo'lmaydi. Qandoq qilishimni bilolmay jimli o'ltirib ketdim. Ha, gap qisila. Nim qilay deylar apandim. Bir mezgil daldilnib turg'idek yerlari bormi? Masalan, tog'da qirg'iz tonish bilishlar yo'qmi? Muhammad Amin so'zlab turardi. Ata bomdatda sili bilan xo'shishman. Balayim tegmisin. Ondan
Mən silini qoğlavatmayman. Barıdığan bir yerinin qarayı bolmasa qili vəslə. Tala tüzdü görünməyiraq tursul bola. Qağını Allahqa təvəkkül. Amma manda çıxıb barıdığan yer bolmasa birdinla Uyğur bovay xiyalımğa keçdi və könglim pallı diyordu. Aşı çəksiz jangalda panahlansam Allah özü saqla deganlarni oyladım. Bir yaba dedim işenç bilan. Şu yerga barman. Əmsə obdaraq aram elib ət axşamda maqsıla. Keçidi maqsıla obdaraq bola. Hey, yo'q, dedi o işençsizlik bilan. Keçide belkim texmi guman to'g'dirdigan ish bo'larmikin? Turqumga mos kelmay, dedim uning targuman bo'lishining tegini paraz qilib. Bo'ludi amsa, balduroq arama asla. Ha rost, seli safarda yurib, bo'ylarini sug'samag'anmi oylar bo'lgandi. Su isitib basun, bir g'usla qilib asla. Bu yerdan chiqsila, bundaq bir talabda bo'lishga yarg'udek bir makonni topa olamli yo'q, Alloh biladi. Bu gapmi menga toza xush yoqdi. Şuğunisi tartınışdan badanlarım cimirlab turadi. Әтisi Muhammed Osmanның məsləhəti bilən şəhərə yoluxmasdan Əskisar, dövlətvaq tərəflər bilən aylanıb ötüb Həzrət yoluğa çıxıb aldım. Andın yenə dərvişlikimni rast qilish üçün içimdə min lənət dəb turub Abbaq Xoca mazarıga tavab qıldığan qiyafət ifadələb qoyuşni layiq tapdım. Mazarını bir aylanıbla qaytıb, yenidiki camida qaza namazlarım bilən billə peşimni oxudum. Andın yeni bir haza zikri eytib oldurup, haduq elivağandan keyin tekrar yolga çıktım. Bəşkeremge kelgende uttulu jangalga meňiş yoki yurtga yoluqub andın meňiş haqida uzaq ikilinip qaldım. Uttu jangalga meňiş bolsa, Qumaltağning şarqiy uchidan ötətdim. Öyge yoluqub maňydigan bolsam, ihtiyoli bilen meňişim kerek idi. İhtiyoli Bəşkerem bilen Atuş arasındaki Qumaltağni otturdan yerip ötüdigan tartjylga. Ahiri Uyg'urchuluqum g'olib keldi. Yanıla xavfni sal chag'lash, ehtiyotsizlik xarakterimiz, kichikgina bir damlik tuyg'ularga berilishning besib tushishi bilan uyga yo'liqib meňiş. Balam texicha hayot bo'lsa, uni ko'rib ketish seg'inchi hammani yangdi. Shuning bilan ihtiyoli tarafga qarab yo'l oldim. Ihtiyoli eg'izidan Atush tarafga chiqqanimda texi baldur edi. Ko'p kunduzda Atushga kirishdan ehtiyot qilib, qorong'i tushguncha shu yerda kutishga qaror qildim. Bu qish faslining beshi bo'lg'ashqa kuzdikidek doimli o'tib turadigan bozorchilarmi bo'lmaydi. Bəşkeremdan chiqib shu yerga kelganimcha na orqamdan, na oldimdan biror yo'lovchi uchirmagan edi. Bu hol menga xotirjamlik beg'ishlab, eg'izdili o'ltirdim. To'ngib turatdim. Juvamning bir nimaga dal bo'lmaydiganligi aniq. Atdigan jiddiylashishdanmi ishtahosizli bir piyola choy ichgan edim. Mana endi qo'sqim etishga boshladi. Ammo uy yaqin deb nonmi elib olmabdi ekanman. Eshak bu atrofdan qurib qolgan cho'l o'simliklarini tepib yeb turadi. Ammo men och qo'saq bo'lg'ashqa so'g'uq teximi obdan o'tib o'tadi. Bu yerda xeyli uzoq kutatdim. Oldimda Atush vodisi qishning cho'ldarigan manzarasini namoyon qilib, g'arivoni bir tutib yotadi. Qarshi tarafdagi bo'zdog' etikida ko'rinayotgan mening yurtim, so'yimlik sho'rqim. U yerda mening g'aribsinib qolgan qaroqsiz uyim bor edi. Tuqqanlarim, men so'ygan, meni so'ygan kishilarim bor. Bo'libmi Gulzodamning birdan bir tavarruki hayot ko'chdim, o'g'lim Obid bor edi. Shularni o'ylaganimda o'g'limni tunji quchug'imga olgan ko'rinishlar ko'z oldimda jonlandi. Yo'g'on, qo'pol qo'llarim bu kichikkina, xuddi atdan go'sht qushqashdek qizg'ush terili kichik jonni tutishqimi qo'lashmaydi. Men xuddi bir jangal tuxum tutqizib qo'yilgandek, uni cheqib qo'yish, qo'limdan tushirib etishdan qo'rqqandek tatirib ketgan edim. Bali bo'lsa, yalang'och putlarini xuddi suvda piltinglab uzayotgandek to'xtamasdan havoda tepichaklaydi. Qo'llarim ushuk turmaydi. Bu hol menga ham qiziq tuyuladi, ham yuragimni mujuydi. Quloqlarimni panqilgudek ovozda qiyqirab yig'layotgan baladan tezroq qutulishni o'ylagan edim. Bu halimni ko'rgan Gulzodining hammasi Havoxon hamma balani qo'limdan elib etdi. Nimanchilik qo'rqsiz? Naringiz bejon jallodning avlodi sizning. Xuddi chaqilib ketadigan bir nimani tutgandek. Qo'llaringizning qo'lashmag'ini. Voy xudoyim-ey, sizga balaning nima gunohi? Akilan degan edi. U yerda mening jo'shqin balalik yillarim o'tgan.
qog'ijigdilik jangallarda yoshligimning romantik hisga cho'mgan qizg'in damlari o'tgan edi. Ashu hayajon ruhimga illiqlik bag'ish etgan kichikkina jon. Vijikkina qiz shu anda qadamjoyda chirib yotadi. Qadamjoy Sho'ruxning qabristonligiga joylashgan mahalla. Abdurdin. U yerda yana kimim bor? Agar hayot bo'lsa, ashu suyumli qizchaqdan tavarruk bo'lib qolgan o'ruq, mijmaruq bir balam bor. Agar u ay bo'lmagan bo'lsa, hech nimam yo'q desammi bo'ladi. Ammo yanada yurt emasmi? U yerda do'stlarim bor, tuqqanlarim bor. Onam ko'ygan, dadam ko'ygan yurtdoshlarim bor. Bu g'ayrivoni tuproq yanada bir berib so'yib o'tishimga arziydi. Uyg'ur bovayni ko'z oldimga keltirdim. Uni hamma odam cho'ng dada deb atashadi. Kishilarning uni cho'ng dada deb atishi zodi rostilla o'z bovisi bo'lganligi uchunmi yoki Uyg'urlarning kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zidan cho'ngni aka. Dadasi bilan tang dematliklarni tag'a, qeyrilarni bova deb ataydigan odati sababidanmi buni hech kim bilmaydi. Balkim uning bu yurtdagilarning hammasi bilan qondoshlik munosabati bo'lishi mumkin. Chunki bu kichikkin yurtdagi kishilarning bir necha avlod surishtirsila bir-biri bilan tuqqan chiqadi. İnsanlarning hammasi Odam oti bilan Havvo onaning farzandlari. Butkul turklarning bovisi bir. Ya'ni turklarning bovisi Nuh alayhissalomning o'g'li, Yafasning cho'ng o'g'li bo'lmish turkning avlodi edi. Demak, kishilarning nazarida har bir qavmning o'ziga xos bir to'p yildizi bor edi. Mamtili apandi shunga uningga Uyg'urlarning hammasining bovisi hisobida Uyg'ur bovay deb at qo'ygan edi. Men bir tarafdan o'g'limning uzoqdan beri ko'rib baxmagan chiroyini tasavvur qilsam, yana bir tarafdan Uyg'ur bovayni tasavvur qilatdim. Xiyolga cho'nqur patqan seri ularning chiroyi ko'z oldimda ro'shanlashib bormoqda edi. Xuddi tug'ilishidanla ashu oppoq soqoli bilan tug'ilgandek. Kishilarning nazarida hatto bu yurtdagi 100 yoshdan oshgan qeyrilarning aslimisining eng yiroqlaridimi ana u shu holatda edi. Lekin uning harakatlari xuddi bir sabiy bolaga o'xshaydi. Ba'zida kichik bolalar bilan tam to'ydagi oftobda yoki tonur beshida o'ltirib elib mungdashsa, ba'zida ular bilan o'yin o'ynaydi. U bolalarga qo'shoqlarni o'rgatib, ular bilan tang ovozda vaqirab qo'shoq o'qiydi. Biz ilgari Mamtili apandi bilan borgandimi, dal uning bolalar bilan o'ynayotgan chig'ida berib ekanmiz. U bir bolani mo'risiga elib elib, qolgan bolalarni keyniga qator tizib, qatar to'gila, nega borgan to'gila deb so'raydi. Bolalar tangla cho'qirishib javob beradi. Tuzg'i borgan to'gila. Bovay yana so'raydi. Tuzun qani to'gila. Bolalar cho'qanlari bilan yo'lda qoldi to'gila. U chaqda biz Mamtili apandining isharasi bilan ularning o'yinini buzmaslik uchun ovoz chiqarmasdan tamning orqasida kutib turgan edik. Taki balalarni yo'lga selivatkicha kutib, ondan daldidan chiqib uyning oldiga o'tgan edik. Ana shundoq yurtning bolalari kechkuzdan keyingi bekorchiliklarda buvayning yeniga chepishadi. Buvay ularga quritilgan mevalardan beradi. Bir hazabilla o'ynaydi. Ondan ota-onanglar izdab qoladi. Endi ketinglar deb yo'lga sap qo'yadi. Kishilar uning har bir so'zini anglag'ini bo'yicha tushunmasdan uning keynida sirliq ma'nolar yoshiringan deb biladi. Jangaldan uloqlariga taqa va sevat-sevatlarda o't elib yangan kishilar bir kuni uning zaykashning qirida yetib elib, osmonga qarab turganini ko'rib so'rashdi.